Bismillah. Bismillah har bir ishning muqaddimasi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Saodat asri kitobini o'qib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan to vafotigacha bo'lgan hayoti sirlarini o'rganamiz. Video boshidan kanalga obuna bo'lishni unutmang. Muallif Ahmad Lutfiy Qozonchi. Saodat asri 2-kitob 15-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Bir kuni Ali raziyallohu anhu sarosima ichida nafasi bo'g'ziga tiqilib kirib keldi. U otasini o'limi haqida xabar olib kelgan edi. Bu xabarning ma'nosi Qurayshlar uchun necha yillardan buyon oshib o'tish imkoniyati bo'lmagan devorning yiqilishi demak edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amakilarining o'limidan qattiq qayg'u chekdilar. Achchiq ko'z yoshlarini to'kdilar. Bu mash'um xabardan bunchalik ta'sirlanishlarining boisi amakilari o'zlariga islomga samimiy xizmat qilgan bo'lishiga qaramay, iymon doirasiga kirmay vafot etgan edi. Abu Tolib ortidan g'am-alamga botganlar bilan bir qatorda sevinchdan bayram qilayotgan odamlarni ham qoldirib ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amakilarining janozasiga bordilarmi, dafn etish marosimida ishtirok etdilarmi? Bu savolga javoban beradigan ikkita rivoyat bor. Birinchi rivoyatga ko'ra Ali raziyallohu anhu keladi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga keksa bir mushrik amakingiz vafot etdi, uni kim ko'madi deb so'raydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam borginda o'zing ko'mib kelgin, biroq to qaytib kelguningcha hech kim bilan gaplashma deya ogohlantiradilar. Kelganidan keyin esa g'usl qilishni buyuradilar va Alini duo qiladilar. Bu rivoyat unchalik to'g'ri bo'lmasa kerak degan fikrdamiz. Ikkinchi rivoyatda hikoya etishlaricha esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'mishda ishtirok etadilar va qarindoshlik munosabatdan xayr mukofot topasiz amakijon deya duo qiladilar. Ushbu rivoyat har holda haqiqatga yaqinroq bo'lsa ajab emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mushrik va munofiqlarning janoza namozini o'qish hamda ularni qabrini ziyorat qilish man etilgan. Ammo bu taqiq Makka davri hayotlariga taalluqli bo'lmagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam suyukli amakilarini afv etilishi uchun qo'llarini ochib, buyuk dargohga tikilar, tinimsiz iltijo qilar, yolvorar edilar. Nihoyat Qasos surasining 56-oyati tushdi. Ey Muhammad, aniqki siz o'zingiz suygan kishilarni hidoyat qila olmassiz, lekin Alloh o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur. U hidoyat topguvchi zotlarni yaxshiroq bilguvchidir. Bu oyat payg'ambarimizning tasalli berguvchi oyati edi. Shu munosabat bilan yana bir oyat tushirilgan degan fikrim ham bor. Masalan, Imom Buxoriy Abu Tolibning vafoti bilan bog'liq hadislarni izohlar ekan, faqat mana bu oyat tushirilganini ta'kidlaydi. Na payg'ambar va na mu'minlar, mushriklar agarchi qarindoshlari bo'lsa ham ularni do'zax egalari ekanlari aniq ma'lum bo'lganidan keyin mushriklar uchun mag'firat so'rashlari joiz emasdir. Albatta ushbu oyat mavzumizga aloqadordir. Bunga shubha yo'q, ammo bu oyat Tavba surasiga keltirilgani, Tavba surasi esa Makka fathidan so'ng tushirilganini nazarimizdan qochirmasligimiz darkor. Bundan tashqari Tavba surasi eng oxiri nozil qilingan sura ekani haqidagi qarashlar ham mavjuddir. Qisqasi bu oyatning nuzul vaqti bilan Abu Tolibning vafoti orasida kamida 10 yillik farq borligi aniqdir. Boshqa amakilari Abbos Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni topdi va oralarida bunday suhbat bo'lib o'tdi. Amaking bilan Abu Tolib o'layotganida yonida edim. Lablariga qimirlayotgan bo'ldi. Darrov qulog'imni og'ziga tutdim va so'zlarini sen orzu qilib yurgan kalimalarini aytganini eshitdim dedi. Men eshitmadim. Abu Tolibning vafotidan so'ng hali bir hafta ham o'tmasdan bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyiga yuz-ko'zlari chang to'zonga belingan holda kirib keldilar. Qizlaridan biri yig'lab peshvoz chiqdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tasalli berdilar. Qo'y, yig'lama qizalog'im. Alloh taolo otangni panohida asraydi. So'ngra amakilarini eslab shunday dedilar. Abu Tolib hayotlik chog'ida Quraysh menga qarshi
xohlaganini qila olmagan edi. Yana bir mislsiz yo'qotish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amakilarining o'limi bois qalblariga to'lgan g'am-g'ussadan hali batamom qutulmagan edilar. Qutulishlari ham juda mushkul edi, chunki uning vafotini g'animat bilgan mushriklarni qadam bosishlari bilan birdan o'zgargan. Haqoratlar, istihoza-yu kamsitishlar o'nchandon ortgan edi. Ustiga ustak bu orada Hazrati Hadicha onamiz kasal bo'lib qoldi. 66 yoshlarga kirgan edi. 40 yoshida 3-marta, ammo juda baxtli bir oila qurgan, 26 yilga yaqin davrdan beri bu nikoh keltirgan huzur, halovat, saodatdan bahramand bo'lib kelgan umr yo'ldoshining zimmasiga yuklangan og'ir mas'uliyatni yengillatish uchun imkoni boricha yordamini ayamagan, bu yo'lda mumkin bo'lgan har qanday moddiy va ma'naviy choraga bosh urgan, xursandligida ham, g'amginligida ham hamdard va sherik bo'lib, u kishini eng yaqin do'stiga aylangan edi. 26 yil davom etgan oilaviy hayotlari davomida u zot bilan turmush qurganiga biron marta ham pushaymon bo'lmagan. Erini ham pushaymon qildirmagan edi. U zoti sharifga biri-biridan shirin gulg'unchadek yoqimtoy farzandlar hadya etgan, dardlariga hamdard bo'lib boshlarini kulfat tushgan kezlari tasalli bergan edi. Biroq bu foniy dunyoda hech kim abadiy yashamas. Binobarin u ham dunyodan ko'z yumajak. Ortida yoshli ko'zli, sevgi va hurmat bilan xotirlaydigan ko'ngillar qolajak edi. Kasal bo'lib to'shakka mixlanganida ortiq o'rnidan turmasligiga, bu dunyodan abadiy ko'z yumish vaqti yaqinlashganiga amin bo'ldi. So'nggi 10 yil davomida yuz bergan ziddiyatlar, mojaro va to'polonlar uning vujudini holdan toydirgan edi. Yotoqqa mixlanganidan keyin tobora mumdek erib borayotgani aniq bo'lib qoldi. Ammo bu chanqoq horg'inlik faqat jismiga tegishli edi. Ruhiyat va ichki ma'naviy olamiga kelsak, hamon baquvvat, xuddi vayrona uydan yangi va baland, keng va shinam uyga ko'chib o'tayotgan insondek huzur halovatda edi. Dunyoda ekilishi mumkin bo'lgan eng serhosil urug'ini ekkan, eng ulug' payg'ambarning rahbarligi va homiyligi ostida ekkan, oxiratda ham uning evaziga hech kim ololmaydigan hosilani olajak. Jannatda o'zi uchun quriladigan va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshlab kiradigan ko'shkka o'rnashajak inshaalloh. Shu jihatdan o'lim uning uchun jannat hayotining boshlanishi edi. Alloh taoloning rahmatiga, lutfu karami va mislsiz ehsoniga noil bo'lish demak edi. Oxirat olamiga fayz kiritishi bois malaklar uning qarshisiga peshvoz chiqdilar. Xush kelibsiz ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, fidokor umr yo'ldoshi, tengi yo'q jufti haloli deya kutib olishar. Kelajakda jannatdagi ko'shkiga ko'chib o'tganiga qadar Alloh taoloni aziz mehmoni sifatida aziz ikrom ko'rar edi. Bu dunyoda Allohning rasuliga muhabbat qo'ydi. Hech kimning qo'lidan kelmaydigan oilaviy osoyishtalikni barqaror qildi. Buning evaziga Alloh taolo ham uni mehmon qilib rohat-farog'atga qovishtirajak. Ko'z yumib quloq eshitmagan bandasining hayoliga ham kelmaydigan ne'matlarni ihson etajak inshaalloh. Ulug' Hadicha, ayollar olamining ulug' malikasi Hadicha onamiz u yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelgunlariga qadar Rabbil olaminning mehmoni bo'lajak. Ammo ikkinchi jihatdan bu o'lim Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan suyukli farzandlaridan muruvvat bo'lsa ham ajralish demak edi. Ularni foniy dunyoda dushmanlar tomonidan qilinajak jabr, zulm yetkazilajak, ozor-u ziyon, zahmatlar halqasiga tashlab ketish demak edi. Mana shu jihatdan o'lim achchiq va fojiali bir voqea edi. Payg'ambarlar sultoni sallallohu alayhi vasallam bir g'amdan forig' bo'lmay turib, ikkinchi bir g'amga giriftor bo'ldilar. Uzoq yillar davomida hech bir erkak xotinidan ko'rmagan sadoqat va mehrni undan ko'rgan. Mushriklar bergan shuncha azob va jabru jafolarni uning yonida yengillatib unutgan, dardlariga uning huzurida darmon topgan edilar.
Tarixdan ma'lumki, Abu Tolibning vafotidan so'ng ko'p o'tmay Hadicha onamiz buyuk jannatga chorlab kelgan malaklar hamrohligida olis yo'lga otlandi. So'nggi nafasini berar ekan, lablari orasidan ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh degan so'zlar chiqdi. Bu so'zlarni insoniyat tarixida ilk bor so'zlash sharafi ham u zotga berilgan edi. Shu so'zlar bilan islomdan avvalgi hayotini tugatib, sharafli iymon hayotini boshlagan edi. Hozir ham oxirat olamida ushbu shahodat kalimalarini keltirib ilk odimini otdi. Dunyo hayotini shu so'zlar bilan tugatdi. Rahmat farishtalari keldilar, uning atrofini o'rab oldilar. Salomlar bo'lsin sizga, yo Rasulullohning zavjasi. Qo'rqmang, g'amgin bo'lmang. Va'da qilingan jannat mujdasi xushxabarini yetkazish uchun keldik. Biz dunyoda sizga do'st edik. Oxiratda ham yana do'st bo'lamiz. Istagan narsangiz, istagan tilagingizni bajo keltirishga hoziru nozirmiz. Mag'firati cheksiz, rahmati beqiyos, Robbingizni mehmoni bo'lish uchun oxirat olamiga marhamat qiling dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mujda bergan saodat yurtiga malaklar hamrohligida ketar ekan, ortidan unutilishi mumkin bo'lmagan aziz xotiralarini va uning uchun duo qilajak, yaxshilik uchun esa olajak eng xayrli oilalarini tark etdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshliq butun oila va hatto barcha mo'minlar shu musibatdan qattiq ta'sirlandi. Bu qadar qisqa vaqt ichida Nabiy Akmalning sallallohu alayhi vasallamning eng sevimli va eng yaqin kishisining to'satdan vafot etishi ularni ham qattiq larzaga soldi. Bu yil mo'minlar orasida huzun yili, qayg'u yili deya ataladigan bo'ldi. Makkani Hojun qabristoni Hazrati Hadichaning muborak vujudlari ila sharaflandi. Hazrati Hadicha onamiz vafot etganlaridan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uylari motamxonaga aylandi. Huvillab qolganday edi, xuddi endi hayotning qizi ham qolmaganday. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir necha kungacha uylaridan chiqmadilar. Qalblari g'am-g'ussaga to'lgan, kamiga Qurayshlar haddan tashqari quturib ketdi. Bu vaziyat yuragi va adovatga to'la Abu Lahabning ham rahmini keltirdi. Bir kuni jiyanini yoniga keldi-da, "Yo Muhammad, Abu Tolib hayotlik chog'ida qanday yurgan bo'lsang, shunday erkin yuraver. Lotni o'rtaga qo'yib qasam ichamanki, hech kim senga ziyon zahmat yetkaza olmaydi", dedi. Makka ko'chalarida jar solindi. Bugundan e'tiboran Abu Lahab jiyani Muhammad ibn Abdullohni himoyasiga oldi. Biron kimsa unga qarshi ziyon zahmat yetkazishni urinmasin. Bu e'lon Qurayshlarni oyoq qo'lini yana ipsiz bog'lab qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana xuddi Abu Tolib chog'idagidek bemalol yura boshladilar. Hech kim u kishiga nisbatan odobsizlik qila olmay qoldi. Biror yomonlik qilishga zotan jur'ati ham yetmas edi. Usmon ibn Mazunning xotini Havla bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ziyorat etishga keldi va muddaoga ko'cha qoldi. "Yo Rasululloh, Hadichani yo'qligi bilinmayaptimi?" dedi. O'sha kuni u janobi payg'ambarimizning yana uylanishga rozi qildi. Savda binti Zama bilan Hazrat Abu Bakrning qizi Oyisha ikkalasini nomzod o'laroq ko'rsatdi va ularga sovchilik qilish vazifasini zimmasiga olib u yerdan chiqadi. Savda yoshi ancha katta, to'ladan kelgan og'ir vazmin, harakatli bir ayol edi. Eri o'lib 5-6 ta farzandi bilan beva qolgan. Nabiy Akramdan sallallohu alayhi vasallamdan kelgan taklifni mamnunlik bilan kutib oldi. Lekin atrofida parvona kabi o'ralashib yurgan farzandlarini nima qilishni bilmay hayron edi. Hazrati payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Men bilan turmush qurishingga farzandlaringni hayolidan boshqa to'siq yo'qmi?" deya so'ragan edi. "Boshqa to'siq yo'q", deya javob qildi. Shunday qilib payg'ambarlikni 13-yili Ramazon oyida Savda mo'minlarning onasi Ummu Mo'minin bo'lish sharafiga erishdi.